chaqa boqyapti-da. Inson qanday qilib harom rizq topib, bola chaqasiga yedirib, yana ertaga yaxshi kunni orzu qilish mumkin. Bitta narsani esdan chiqarmaylik azizlar. Ertaga farzandlarimiz yaxshi inson bo'lishligini xohlasak, ertaga shu farzandlarimizdan yaxshi insonlar chiqishini xohlasak, kasb-korni halol qilaylik. Bizning kasbimizning halolligi farzandlarimizni luqmasini halolligi bu. Ulug'likning tamal toshi halol luqmada bo'ladi. Halol luqma qayerdan bo'ladi? Otani, onani kasbini halolligidan bo'ladi. Ota to'g'ri kasb qilsa, birovni haqqidan hazar qilsa, ko'tarib kelgan o'sha nonini yegan bola inshaalloh ilm yuqadi, adab yuqadi, nasihat yuqadi. Harom yedirib